Kiring. Azon siz bitishib qo'ygan xarid keldi. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Tez kirgizib. Ha, boyvachcha, ishlar qanaqroq? Ha, mana Emil Loban, siz ko'rayotgandek shundoq yaxshi. Sizdek mushundaq cho'ng savdogarlar shirkatimizga kelib tursa, buningdan keyingi ishlarim texmi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, rahmat. Aras Emil Loban, haqiqatan bu yilgi yangi meg'izlarni olib keldingiz, ha? Akammamdigan albatta keldim. Ambarga tushirib, joylashtiribmi bo'ldim texi. Voy, bakli kayib ketibsiz. Undaq qilmasangiz bo'ladi. Ha, undaq bo'lsa, ambarga chiqib, yangi meg'izni ko'rib atgandan keyin oldin pulning ishiga kelaylikmi? Ha, bo'ladi. Ha, yuring. Yur. Voy, Emil Loban, bakli jabhat atib ketibsiz-ku. Hammani mushak joylashtirib bo'ldim, azon. Ha, yaxshi bo'pti. Mani bir ko'rib baqayli. Haqiqatan bu bek pokiz ayrilgan meg'izlar ekan bu. Vah, nima degan sifatlik. Ha, shundoq. Haqiqatan oydak, quyosh nuridek par paqirib turadigan meg'iz bu. Ta'mimi tatliq. Elib yaping, ha? Haqiqatan rozi bo'ldim. Rahmat. Yaxshi. Mening bu zavotimni bundan keyin texmi taraqqiy qilib ketdi ekan-da. Albatta. Bo'ladi, rozi bo'ldim. Undaqda shirkatga qaytib, pulni tayyor qilib beraymi? Bo'ladi. Ha, qani, yuramiz. Ma'qul. Qani yur. Ma'qul, qani. Qandaq azon, yangi meg'izi degandek jonliq, dalliq, sifatlik, sortliq shunda yaxshimikan? Voy, albatta. Men bu yilgi yangi meg'izlardan nihoyat rozi bo'ldim. Bu meg'izlar nihoyat yaxshi ekan. Ha, bundan keyin sizni texim yaxshi rozi qilamiz. Ha, bo'ladi. Aras. Mana bu naq 1 million. Ha, to'liqkan. Sodimiz o'ngishli bo'lsin. Ha, bo'ladi. Bundan keyin ishlarimiz texim yaxshi bo'lib ketsin. Unda qolsa, men may. Ha, bo'ldi, o'ltirib Ha, ma'qulamsa. Vallah, mehmon uzitib qo'yinglar. Voy. Nima? 2 million? Rostmi yo chaqchaq qilib atamsan? Rost 2 millionga sodisini bitishdingmi? Voy, yaxshi bo'pti. Men hozirli baray. Bu nihoyat yaxshi soda bo'pti. Bo'ldi, hozirli baray, ya. Voh. Men bu yilgi yangi meg'izdan 1 million foyda oldim. Nima degan yaxshi. Bu yoqning meg'izlaridan bu yil qat'iy ziyon topmaysizlar, og'aylar. Buning hammasi bizning xotanning yarlik meg'izlari. Voy, bu sodada bu nima foydalisizlar. Nima ish bo'ldi? Azon, biz oldinibdimiz. Buning hammasi shakalkan qova. Nima? Qarang mana. Mumkin emas. Rostida buni hammasi shakalkan. Biz oldin o'tdik. Bayram bo'ldim. Kechiring, siz urgan nomer mavjud emas. Selishtirgandan keyin qayta uring. Kiram. Yana o'ltir.
Sen yanaq soğutusu qılaman deb menden 500 ming olganding. Esingda bordu? Necha qitim telefon qildim, olmading. Oxir seni izlab bugun shirkatingga keldim. Men mo shirkatdagi bolalarni boqmasam bo'lmaydi. Menga pul qandak lozim? Sen yanaq so'dis qilib, xili pul topding axcan. Bugun shu pulni sendan olsammi olaman, olmasammi olaman? Yaxshi. Bo'ladi. Bu shirkat, mashina hammasining bo'lsin. Bo'ladi. Nemishqi mening beshimga keladi. Ana, men qaytib keldim. Bu yerda yolg'iz o'tirib ketibsiz. Dadam qani? Dadam tugab ketgili 2 oy bo'ldi bolam. Nima? Ana, ne deyapsiz? Jinim ana. Bu nemish ana? Menga nemishga xabar qilmaysiz jinim ana? Sening xizmatdan qaldirash. Sana xabar qilishga ulguramadim bolam. Nemishqa ana, nemishqa. Hey. Sen Nasır'ның çoğ oğlu mu? Men bir işinla bama. Ha, undaq bo'lsa yaxshi. Dadang hayat vaqtida bizdan 100 ming yuan qarz olgan. Biroq pulni qaytarmayla bu dunyoga ketib qoldi. O pullarni ham sen qaytarasan? Bo'ladi. Men qaytaray. Bo'ladi. Biz yana kep yurmayli, ha? Chaqqariq bo'lasa. Bo'ldi, mayli. Ko'pchilik yaqinda bir tur mablag' yo'l qo'yilibdi. Mushu tur mablag'ini biz qo'lga keltira olsak, shirkatning bundan keyingi taraqqiyoti texim yaxshilanadi. Ko'pchilik o'rtaq tirishib, tayyorlikni yaxshi qilsak. Oy. Hey. Mana.
Ayzo'ng, kayfiyatingiz faqatli yaxshi emas-ku. Nima ish bo'ldi? Men yaqindan buyon bir tur mablag'ini qo'lga keltirish uchun izchil tirishyotiman. Lekin bu tur mablag'iga ko'z tikyotganlar nihoyat ko'p. Mening shaharda xeli amaliy kuchim bor odamman. Biroq mush shirkatlar menga putli qashon bo'lyotdi. Mana bu uning rasmi. Faqat sizlar uning yo'lini to'sib tura olsanglar, mening ishim nihoyat yaxshi bitadi. Sizlar faqat ishni yaxshi bitasanglar, sizlarni qattiq tortiqlayman. Mana bu sizlarga berilgan zakolat, mukofot. Men ishni yaxshi bitirolmayman. Qani çay içsene. Oy oy oy. Voy, nima qilganingiz bu? Ko'zingiz yo'qmi sizni? Xafa menga ben qasdan qilmadim. Qamlashmagan. Oy. 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 Nima ish qilyapsizlar bu yerda? Vay vay, bugun shunda muhim kun tursa. Ay. Nima ne bu endi? Appa. Men bilan sherik bo'lsangiz, bu savdo dargiz ziyon topmaysiz. Bu emin degan kazzab. Endi bu tutilgansan. Qara mana, sening qarnitingdan mushu kunga qoldim. Sen meni 2 million ziyon qo'shtiratding. Bugun sendan hisob olmaydigan bo'lsam, Sen nima demoqchi? Sen meni nima qila olayding? Qo'lingda isbotlarmi? qarab tur. Sendek niyat yomon qizil ko'zlar hamon qonunning jazosiga uchraydi. Bo'ldi, ochiqlanma boyvachcha. Yaqinda nihoyat yaxshi ishdan birisi bor. Men seni izlayman. Sen meni yana aldamoqchimi? Men sana endi ishonmayman. Mayli ishon, mayli ishonma. Bu o'zingning ixtiyorligidagi ish. Bo'pti. Sen qizilko'z aldamchiga yana bir qitim ishinay. Mana endi yigitdek gap qilding, yaraysa. Bo'ladamsa, men seni izlayman, ha?
Hey! Senler məndən pulunu bekar eliş tamam. Senler işini caydı püttürənməy. Bu tur məbləğimi qoldun ketdi. Huy yarmasla! Xəp, tuzun diyəni özüm caylamasam hesap eməz. Hasan. Biz qaysi ishni xato qildik biz? Bikadimika tayoq eding sen. Sen aldırmay tur. Ula men Hasan satangni bo'sh chaqlab qapti. Qani çay iç. Rahmat. Hech qisi yo'q. Hay, siz bu yerda nima ish qilib yuraysiz? Men sizdan yushirmayman. Bu asli mundaq ish. Men mushundaq ish. Tushundim. Siz bek jafoda qapsiz. Shuni danga. Men yana nima kunlarni ko'raman. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilmang. Men sizning do'stingiz bo'lay. Ismim Mehray. Sizning-chi? Mening ismim Abdusalom. Men bilan rost do'st bo'lamsiz? Men bir vayron bo'lgan odam tursam, hozir mening hech nimam yo'q. Undaq demang. Siz vayron bo'lgan bilan putqulingiz saqqa. Yana tirishsangiz g'alba qilish fursatiniz bor. Sizni oldigan shu razilni tepishingizga men yordam qilay. Rahmat sizga, Mehray. Imin Loban. Ajab, meni bu yerga chaqirtib qapsiz-ku. Men sizni yaxshi cho'ng tur bo'lsa, mablag' soladi deb angladim. Bizning shirkat yaxshi tur bo'lsa, mablag' selishni xohlaydi. Mana menda naq ishonchli yaxshi tur bor.
Bu turning tafsiloti mundaq. Bu tür yaxshi ekan. Bizning shirkat mablag' selishni xohlaydi. 500 ming bo'lsa qandaq? Ha, bo'ladi. Undaq bo'lsa pulning ishini. Ati bizning shirkatga berib keting. Ha, bo'ladi. Undaq bo'lsa ballarni avata shu ballar elib olsin. Bo'ladi. Hamkorligimiz ko'ngillik bo'lsin. Albatta bo'ladi. Hamkorligimiz ko'ngildagidek bo'lsin. Sachapaq. O'ltiraveramni qo'shindaq. Ma qo'saqmi ichib ketdi. Amalni qilmamdoq. Lamzalla, atdigandin kashkicha yeyishningla gapini qilamsan? Yo, qo'lingdan tuzuk bir ish kelmagansan neminam? Chapaq. Men vaqo nurg'un ishlarni qilaman. Sen faqat ko'ramayotsan meni, ha? Nadi shu? Bo'ldi. Oldirmay tur. Men degan qizil ko'z kazzobni qandoq chaylaymankin qani? Qishqirib kelgan kakukning uni har joyda g'irib. Qishqirib kelgan kakukning uni har joyda g'irib. Kel kakuk aşna bulayli, sen musafir mağrib. Kel kakuk aşna bulayli, sen musafir mağrib. Hiç kişi ölmey durup bilmez bu canın kadrini. Hiç kişi ölmey durup bilmez bu canın kadrini. Kimler halet diyasa aşu biler canın kadrini. Kimler alet diyasa aşu biler canın kadrini.
saqay qaymo qolu tansam saqay qaymo qolu Meni chaqirtib ekansan. Gaping bo'lsa tezda. Aldirab ketganingni qara. Sening pul topgan bormi yo'q? Sen nima demoqchi? Bugun pullarimni qaytarib beradigan o'xshamamsan. Aldirmay turmamsa. Men yaqinda bir shirkat bilan sodlashqandim. Sen berib shu yerdik pulni akab bersang, 30 ming ko'y sening bo'ladi degan gap. Nima ish qilsan o'zing bormaysan? Mendek cho'ng savdogarlar unchalik pulga berib yursam, toza yaxshi bo'lmaydi. Hamma ish o'z yo'lida bo'lgani yaxshi emasmi? Cho'ng savdogarmish dexe. Bo'ladi. Borsam boray. Lekin meni yana aldaydigan bo'lsang, bu qitim menga tamoman ishonsang bo'ladi. Bu qitimqisi hargiz saxta ish emas. Mana bu pulni olib ishni yaxshi bitirgin. Bo'ladi. Sana yana bir qitim ishinay. Qani o'tiring. Emin Loben kelmabdi-ku. Ayzong atayın menga ishinib oldingizga meni avatdi. Men Emin Lobendek ish qiladiganlarga amroq. 500 mingni men tayyorlab qo'ygan. Mana ma'o 500 ming. Ma'o to'xtamga imzo qo'yib, pulni etkazsangiz bo'ladi. Ma'qul. Mana imzonimni qo'yibdim. Bo'ladi. Unda bo'lsa men qaytay. Vay, to'zimi? Qanday ahvol, yaxshimi? Bugun ajab yodingizga yetib qoptiman-ku. Ha, shu iliq sodning ishi qanaqroq bo'ldi? Qanday qilamdiq, qilmamdiq deb telefon qilishi. Ha? Nima deganingiz bu? Ballarni avatib ekansiz, pulni etkatdi-ku. Nima? U ballarni men avatgandan keyin faqat ko'rib boqmadim. Yenim qaytib kelmadi. Nima? Nima deyapsiz? 2 kunning oldida 500 ming ko'yni aniqlab etkatgan-ku. Asta, oltinibdimiz. La, kallam qalayim qilishib ketdi-ku. Bu ishlarni endi o'zingiz hal qiling. Vay. Vay. Vay.
Qacha? Yana qacha? Qeyni mening 500 ming koy pulim. Qaysi 500 ming koy va? Ha, heliqi 500 ming koy. Men o 500 ming koyni shu kunli iminga topshirib berdim. Shu iminga berganman. Meni to'liq ko'ldirlatma. Nimish qatsa amsa pulni olmagan bo'lsang, Sizlar o'zinglar qo'ldinglar, shuni qochdim men. ikkimizning orasi to'xtanba. Sen imzo qo'ygan. Lekin menda bo'lmasa u pul. Men sana bir hafta muhlat berman. Pulimni bersangmi bersan, bermasangmi bersan. Uqdingmi? Menga ketamiz. O emin degan lükçek yani meni aldaptı. Hey, qara. Avu, imen degan qizil ko'zning uyi. To'xtab tur, imen degan qizil ko'z. Seni qandoq jaylamankan qani? Ha? Yura. Ey, sen taz. Kaçan ayak tazıp kaldın sen? Hey, nim davatsan? Bana. Kaç ayak tazıp kaldın davatım he? Hey, gap qilma. Mening 500 ming koy pulim. Pulimni ber. 500 ming koy pulimni ber. Sen nima odam ko'migidan qaraysan? Adam ko'rib bakmaganma. Minda qarab adamga. Minda qilib qarab ketgan. Qara. Bu pullarning hammasi bizning. Biz endi uy setib oladigan bo'ldik. Hammasi bizningmi? Ha. Hammasi bizning. Meni bu yerga jiddiy chaqirtgudek nemishyapti. Men bu uyni setib, sizning qarz qaytarishingizga yordamlashmoqchi. Hargiz bunda qilmang Mehray. Men bunda qilishingizga arzimayman. Undaq deymang-a. Men bunchalik ishga yordam qilamasam, qandoq bo'ladi? Rahmat sizga Mehray. Sizning bu yaxshiligingizni mangu unutib qolmayman. Bo'ldi, tuzit qilmang.
Öy milik sodagiri bilan deyishib qo'ydim. Bu uyni yuqori bahoda setib oladigan xaridor tepibdi. Ular bugun mushu yerga kelmoqchi. Rahmat sizga. Ha rost. Bugun mushu yerga dadamni kelmoqchi. Nima? Dadingiz musha kelmoqchimi? Bo'ldi, jiddiylaşmang ha. Men dadamga ikkimizning ishini degan. Dadamni qo'shildi. Bu men Bo'ldi, jiddiylaşmang ha. Sodigarlar kelibdi. Men chiqib kiray. ma'qul. Ha, qani kiring. Voy. Sen mi müşahediken qoa? Bu ikkinglar tanishamsizlar? Tanishimiz. Men sizga gapini qilib bergan odam dal mushu. Xotirjam bo'ling. Mushu uy setilsa, bir pulingizni kam qilmay hammani qaytarib beramiz. Men xaridorga uyning adresini deb bergan. Hozir kelmoqchi. Ha? İşkən? Qasamı izdavat qılıb uzun boğam. Əmdi qo tutulğan sen? Ha? Bu bizdeki iş emas. Əms kimning ishi? Digna? Biz imindan pul berib sizning yo'lingizni to'sishga buyurgan. Biz faqat buyruq bo'yicha ish qildik. Əmimiz imin degan kazatning ishkanda. Qasın imin degan kazatni mənə tep beriş. Uqdingmi? Ha? Dadam kelgan o'xshaydi. Ha dada, keldingizmi? Keldim qizim. Bu sizning dadingizmi? Ha, mening dadam. Sizlar tanishamsizlar? Obdallı tanışımız. Xeyli obdallı tanışımız. Men sizga gapini qilib bergan emin dal mushu. Mening mushu kunga qilishimga dal mushu odam sababchi. Bu qizil ko'z o'g'irlar. Oxir tutilgansa, qani mening pullarim. Pullaring mana. Bir pulmi kam emas. Hey Imillo ben. Bu ishlarni biraqur tushundirmaylim ha. Meni kechiringlar. Men bundaq bo'larini faqat o'ylab boqmabdiman. Asli bu 500 ming ko'p pulni men olgan. Abdusalom gunohsiz. Men uningga tuhmat chapladim. Canım kızım, beni kaçırgin. Ben bir yarım astada. Ben hayvan. Meni kechir adash. Sening bu yerlikingni anglab, bu yerni bak tasdib keldim. Men hamma ishni anladim. Mana bu shirkat bilan mashinani ochmoqchi. Sen qaytarib beray. Gördünüz mü Mehray? Benim hemmilersem kayıp geldi. Benim hemmilersem mahvoldu.
Ha